Assalomu alaykum. Qarshingizda O'zbekiston bozori uchun yangi bo'lgan model Kia Couch. Bugun biz avtomobil komplektatsiyalari bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Yangi model bozoriga 4 xil komplektatsiyada taklif qilinadi. Texnik qismdan boshlaymiz. Hamma komplektatsiya atmosfera bosimida ishlaydigan ishonchli dvigatellar bilan taqdim qilinadi. Klassik, ya'ni boshlang'ich komplektatsiyamiz 1.4 litrli motor va mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Qolgan barchasi Comfort, Lux va GT Line versiyalari ishonchli 1.6 litrli MPI motor hamda klassik 6 pog'onali avtomat uzatmalar qutisiga ega bo'ladi. Barcha versiyalarda uzatma, ya'ni privat old g'ildiraklarga yo'naltirilgan. Qo'shimcha ma'lumot: avtomobilda benzin sarfi taxminan 6,5 litrni tashkil qiladi. Boshlang'ich 2 komplektatsiya Classic va Comfort galogen faralar bilan jihozlanadi. Standart komplektatsiya ESC elektron stabilizatsiya nazorati tizimi, tepalikka ko'tarilishda yordam va shinalar bosimi datchiklariga ega. Klassik bu eng qulay boshlang'ich variant. Komplektatsiya o'z ichiga 15-o'lchamdagi yengil qochishmali disklar, orqada ishonchli baraban tormoz tizimi va yumshoq tekstil salonni jamlaydi. Klassik boshlang'ich versiyada konditsioner, avtomobilni kalitda o't oldirish, orqa yo'lovchilar uchun havo deflektorlari, 2 xil USB va zavod tomonidan oynalarning yengil tonirovkasi mavjud. Shu bilan birga 8 dyuymli ekranga ega bo'lgan multimedia, CarPlay va Android Auto tizimlaridan simsiz foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi. Mexanikani va haqiqiy boshqaruvni afzal ko'ruvchi haydovchilar uchun hammasi oddiy va ishonchli qilib ishlangan. Navbatdagi komplektatsiya bu Comfort. Shahar uchun eng maqbul tanlov. Bu yerda klassik avtomat uzatmalar qutisi, cruise control, qo'shimcha 2 ta dinamik va old o'rindiqlarni isitish tizimi o'rnatiladi. Uskunalar paneli esa 4.2 dyuymli TFT displeyli rangli ekranga ega bo'ladi. Lux, uslub va xavfsizlik uyg'unligi. Komplektatsiya qo'shimcha salonni yoritish chiroqlari bilan jihozlanadi. Bu versiyada 16 dyuymli quyma disklar, old va orqa parktroniklar va diskli tormoz tizimi taklif qilinadi. To'liq LED chiroqlar va 2 hududli iqlim nazorati mavjud. Shu komplektatsiyadan boshlab avtomobil tumanga qarshi chiroqlar va zamonaviy oyna tozalagichlar bilan jihozlanadi. Aynan Lux komplektatsiyasidan boshlab avtomobil yon xavfsizlik yostiqchalari va xavfsizlik pardalari bilan jihozlanadi. Yana bir muhim ma'lumot, e'tibor bering. Lux komplektatsiyasida elektr yuritmali lyuk, Smart Key kalitsiz kirish tizimi va dvigatelni o't oldirish uchun Start Stop tugmasi mavjud bo'ladi. GT Line bu flagman. Sport uslubidagi old bamper, LED tumanga qarshi chiroqlar, 17-o'lchamdagi yengil qochishmali disklar. Bundan tashqari, kombinatsiyalangan charm salon va qora patolog alohida e'tiborga loyiq. Qo'shimcha ravishda versiya mobil qurilmalarni simsiz quvvatlash funksiyasi bilan ajralib turadi. Bu yerda ekran o'zbek tilida va maksimal o'lchamda 10.25 dyuym. Faqat ushbu komplektatsiyada 64 xil rangli atmosfera yoritish tizimi hamda rul osti yaproqlari mavjud bo'ladi. Faqat GT Line uchun eksklyuziv Drive Wise xavfsizlik paketi. To'qnashuvlarning oldini olish, avtomobilni qatorda ushlab turish va ko'rinmas hududlar nazorati. Bu xavfsizlik va qulaylikning eng yuqori darajasi. Shunday qilib, yangi Kia K3 ning har bir komplektatsiyasi o'zining aniq vazifasi va auditoriyasiga ega. Qaysi versiyani tanlashingizdan qat'iy nazar, K3 zamonaviy sifat va qulaylikni kafolatlab beradi.
Ushbu video sizga to'g'ri tanlov qilishda yordam beradi deb umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.